Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchi kanalimiz a'zolari. Bugun keyingi ishimiz Xudo xolasa Samarqand Pazirxonaga tayyorlab berdik. Bu ishimiz 12 talikdan iborat bo'lib, 4,5 metr xonadonga tayyorlab berdik. Samarqand Pazirxonaga zakaz bo'ldi. Xudo xolasa bu ishimiz uchun o'tadigan bo'lsak, bu ishimiz yong'oq daraxtidan bo'lgan. Bambu gul deyiladi. 3 ta atir guli bor. Mana Xudo xolasa e'tibor berib ko'rib ko'rasizlar, 100% yong'oqdan. Xo'p, oyoqlar ham 3D fasonda bo'lgan. Yong'oq daraxtidan o'zidan o'yilgan. Xudo xolasa mana ko'rib qo'yasizlar, qip-qig'idigan narsani yo'q. O'ta skromli, o'ta chiroyli chiqqan laklar sepib, chiroyli tayyorlab berdik. O'ta shampan bo'lmadi, o'ta goldli bo'lmadi bu. Shampanga 70 ga 30 qilib berganmiz. 30% gold bo'lgan, 70% shampan bo'lgan. O'ta sariq emas, ochiqroq bo'lgan. Xudo xolasa pardalar shunaqa rangda ekan, o'zi opamiz zakaz qildi. Xuddi shunaqa qilib bering deb, mana o'ziga ham yoqib tushdi. Xudo xolasa bu ishni hozir chiqaramiz, upakovka qilib. Xo'p, xonlar keladigan bo'lsa, xonlar razmeri 320 ga 120, oyoqlari simoqlardan bo'lgan, quyma simoqlar. Bu xon taxta bo'lmaydi. Tumbali bo'lsa xon taxta bo'ladi. Xo'p. Chestilni qilib berganmiz. Tuymalarni, sidinlarni 3 dan 3 ta qilib berganmiz. 9 pilotni qilib berganmiz. Salafonlashtirishlar tortib, chiroyli tayyorlab berdik, xudo xolasa. Orqa tomonlari ham mana pardali bo'lgan. Xo'p, bu ishimiz narxi 7.500.000 ga tayyorlab berdik shu holatini. Agarda oyog'ini simoqlarsiz tumbali deydigan bo'lsanglar 6.800.000 so'm chiqadi. Razinsasi bu yerda hozir 700.000 so'm bo'lyapti xolos. Tumbali bilan simoqlarniki. Simoqlar holatiga 7,5 million, tumbo holatiga 6.800.000 chiqadi. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Usta Shahbozbek. Bizning manzil Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan chiqaryapmiz. Anchadan beri chiqara olmadim, chunki ishimiz ko'payib ketdi, zakazlarimiz vaqt bo'lmay qoldi. Video qilgani, mana xudo xolasa endi vaqt topdik. Endi bundan buyon ponni chiqarib yuramiz. Yo'qsa bitta like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin ishlarni chiqarib yuramiz, xudo xolasa. Aloqaga chiqaverasizlar. Usta Shahbozbek, o'zimiz birinchi qo'l ustamiz. Aytgan posondan qilib beramiz. Xurram Sulton, bundan oddiyroq manaqa Monika Cobra desangiz, Monika Cobra ham zakazga Xorazmga tayyorlab qo'ydik, sepib, buni ham ertaga sizning spinkasini qoplab, ertaga chiqaraveramiz. Bundan ham orzulari bor. Bundan qimmat desa, qimmati ham akvariumlarga qilib beramiz. Rasmni tashlab beramiz. Telegram, WhatsAppdan yozsanglar, musofirdaylar o'ta chiroyli narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa Ro'zan Ramazon kunida hammanglarga kattakon rahmat, sog' salomat bo'linglar. 7.500.000 arziydi yo'qmi? Bitta like bosib, kommentda fikrlar bildiringlar. Xudo xolasa hammanglarga sog' salomatlik tilayman.